Assalomu alaykum. Biz yana reysdan qaytdik. Inshaalloh bugungi chislar 17-may 2025-yil. Biz qaytdik. Navbatchilar bilan hammasi davolni. Qanday bo'ldi gransa? Qanday brachka? Normalmi? Jalpal brend narsa yo'qmi? Nima deysiz bachilarga? Har doim misolanda video qilib taylaymiz, gaqil bachilar aytadiki, zaybat qilding deydi shu videolaring men deymiz, konkret har kungi realni video qilib taylaymiz. Mana Raymayna qanday bo'ldi preska? Borib keldi, yaxshi gransa. Qanday bo'ldi? Chasni ham Avropa, rabota ham Avropa. Rabota kimga qanday xayolisi shunday o'tib Gap yo'q. Bachilarga nima deysan? Video ko'p cho'zilib ketmasin, qana bir konkret ayt. Gransa boraman desa, murojaat qilsin, shu bola yaxshi aparib keladi. Bezi o'chiradi. Qanday bo'ldi brachka? Sadirayna shogirdni qabul qiling. Shogird. Qanday bo'ldi shogird? Kelaversin. Hammasi gidetan qanchada o'tdingiz gransada? Bir sutgada o'tib qaytdim. Hay, mana bachilar, brekda yana mashinaning ichida uyali yeb o'tiribdilar bular. Qanday bo'lding ey? Donayna. Chotki menga axir bilan kamidisi yo'qmi? Bizning videomiz pramboy ketiladi. Vobshem qilmaydi, vobshem ana ziyati narsa qo'yilmaydi.